Samarqand tarixi, ilk maktab va kutubxonalar. Samarqand qadimdan ilm markazi bo'lgan. Tarixchilarning yozishicha, Samarqandda ilk maktab va madrasalar 9-10-asrlarda, ya'ni Somoniylar davridayoq shakllana boshlagan. O'sha davrda Qur'on o'qitiladigan maktablar arab tili, mantiq, hisob va tabiat fanlari o'rgatiladigan madrasa darslari mavjud bo'lgan. 12-13 asrlarda esa Samarqand ilm fanning markaziga aylandi. Bu yerda Imom al-Buxoriy, Beruniy, Ibn Sino, keyinchalik esa Ulug'bek davrida yuzlab olimlar yetishib chiqdi. 15-asrga kelib Ulug'bek madrasasi nafaqat ta'lim maskani, balki kutubxona sifatida ham mashhur bo'lgan. Unda yuzlab qo'lyozmalar, yulduzlar xaritalari, matematika va falsafaga oid kitoblar saqlangan. Ulug'bekning o'zi shunday degan edi: Ilm yulduz misoli. Uni faqat izlaganlar ko'radi. Bugun Samarqanddagi har bir madrasa, har bir gumbaz o'sha bilim nurlarining aks sadosi.